Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizni Instagram, YouTube, Telegram ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boruvchilar. Mana bugun 30-mart Navoiydagi yangi obyektimizda xudo xolasa mana materiallarni qoqish jarayoni. Svetimiz mana o'chib qoldi. Xudoga shukr. Kimga shunaqa penal bombas xizmatlari kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Hali quyilish jarayoni ham xudo xolasa qo'yamiz. Bunaqa kirampiranlar shart emas, o'zimizda bor damashni kiranlar. Mana yuklarimiz yetib kelgan. Juda pastdagi ekan. Ikkinchi etajdamiz. Eng baland joyi 90 sm. Eng past joyi 25 sm ekan. Ora masofasi.